Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Ayrim pensionerlarning pensiyasi nima sababdan to'xtatilishi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa bemalol bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-ona, bobo-buvi, nogironligi bo'lgan yaqinlarimiz yoki boquvchisini yo'qotgan farzandlar. Eng muhimi, pensiya olib qo'yildi degan gapni eshitgan zahoti vahimaga tushmaslik kerak. Ko'p holatda pensiya butunlay bekor qilinmaydi, balki hujjat, ma'lumotga hisob-kitob aniqlashtirilmaguncha vaqtincha to'xtatiladi. Lekin ayrim holatlarda chindan ham ortiqcha to'langan pul qaytarilishi, hatto pensiya miqdori kamayishi ham mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha eshiting. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantiruvchi ma'lumotlar ko'pchilikni katta muammodan saqlab qoladi. Avvallari ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Pensioner pensiya tayinlatish uchun mehnat daftarchasini, ish staji haqidagi ma'lumotnomalarni, ish haqi to'g'risidagi arxiv hujjatlarni, pasport nusxasini, bank kartasi ma'lumotlarini olib borardi. Mutaxassislar hujjatlarni ko'rib pensiyani tayinlardi. Agar qayerdadir xatolik bo'lsa, ba'zan yillar davomida bilinmay qolishi mumkin edi. Masalan, bir tashkilotda ishlagan davr noto'g'ri kiritilgan, ish haqi summasi oshirib ko'rsatilgan yoki bir xil davr 2 marta stajga qo'shilgan bo'lishi ehtimoli bor edi. Hozir esa asosiy o'zgarish shundaki, davlat organlari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Ya'ni pensiya jamg'armasi, soliq organlari, bandlik tizimi, FDO, migratsiya, banklar va boshqa bazalardagi ma'lumotlar solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Endi qog'ozda bunday, bazada boshqacha bo'lsa, tizim buni tezroq ko'radi. Masalan, bir odam vafot etgan bo'lsa, FDOda o'lim qayd etiladi va pensiya to'lovlari to'xtatilishi kerak. Yoki odam chet davlatga doimiy yashash uchun ketgan bo'lsa, ayrim to'lovlar bo'yicha alohida tartib ishlashi mumkin. Yoki nogironlik muddati tugagan bo'lsa, lekin qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, to'lov to'xtashi mumkin. Men bu yerda bitta muhim narsani alohida aytaman. Pensiyaning to'xtatilishi har doim ham odamning aybi bor degani emas. Ba'zan oddiy texnik xatolik bo'ladi. Masalan, familiya pasportda bir xil, bank kartasida boshqa harf bilan yozilgan bo'ladi. Tug'ilgan sana eski hujjatda boshqacha, yangi ID kartada boshqacha chiqadi. Yoki pensioner vaqtida bank kartasini yangilamagan bo'ladi. Shunday holatda ham pul kelmay qolishi mumkin. Lekin bu muammoni tezda hal qilish mumkin. Agar odam qayerga murojaat qilishni va nima hujjat kerakligini bilsa. Birinchi xavotirlanish kerak bo'lgan toifa. Hujjatlarida nomuvofiqlik bor pensionerlar. Masalan, mehnat daftarchasida ism to'xtasin deb yozilgan, pasportda to'xtasin deb yozilgan, yoki otasining ismi bir joyda Abdullayevich, boshqa joyda Abdullayev ko'rinishida. Bunday farqlar ba'zan arzimasdek tuyuladi. Lekin pensiya hisoblashda shaxs aynan o'sha odam ekanini tasdiqlash muhim. Ayniqsa eski korxonalarda ishlaganlar, Sovet davridagi arxiv hujjatlariga ega bo'lganlar. Turmush qurgandan keyin familiyasi o'zgargan ayollar bunday masalaga e'tiborli bo'lishi kerak. Misol keltiraman. Dilorom opa 1990-yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida uning familiyasi qiz familiyasi bilan turibdi. Hozirgi pasportida esa turmush o'rtog'ining familiyasi. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat topshirilmagan bo'lsa, o'sha davr stajini tasdiqlashda savol tug'ilishi mumkin. Natijada pensiya hisob-kitobi qayta ko'riladi. Agar 15 yil staj hisobdan chiqib qolsa, bu pensiya miqdoriga katta ta'sir qiladi. Demak, bunday odamlar zudlik bilan hujjatlarini tartibga keltirish kerak. Ikkinchi toifa, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasini olayotganlar. Nogironlik muddati doimiy bo'lishi ham mumkin. Ma'lum muddatga berilgan bo'lishi ham mumkin. Agar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi belgilagan muddat tugasa, odam qayta ko'rikdan o'tishi kerak. Qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu yerda ko'p uchraydigan xato shuki. Odam, men oldin hujjat topshirganman-ku, yana nima kerak deb o'ylaydi. Lekin agar nogironlik guruhi muddatli berilgan bo'lsa, belgilangan sanada yangilanishi shart. Masalan, Bahodir aka 2 guruh nogironlik pensiyasini oladi. Uning nogironlik muddati 2025 yil 20 martgacha belgilangan. U mart oyida ko'rikdan o'tmaydi. Chunki sog'lig'im o'sha baribir uzaytirishadi deb o'ylaydi. Aprel oyida karta hisobiga pul tushmaydi. Bu pensiya olib qo'yildi degani emas, balki hujjat tasdiqlanmagani uchun to'lov to'xtatilgan bo'lishi mumkin. U komissiyadan o'tib
tegishli ma'lumot tizimiga kiritilgandan keyin to'lov tiklanadi. Ayrim holatda kechiktirilgan davr uchun ham to'lab berilishi mumkin. Lekin buni har bir holatda alohida aniqlash kerak. Uchinchi toifa bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Bu turdagi pensiyada shartlar juda muhim. Farzand voyaga yetgunga qadar ayrim holatda kunduzgi ta'limda o'qisa ma'lum yoshgacha to'lov davom etadi. Lekin o'qishdan chetlatilsa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki ta'lim muassasasi ma'lumotnomasi vaqtida berilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Bu yerda ham odamlar ko'p adashadi. Bola hali yosh, nega to'xtadi deb so'rashadi. Sabab oddiy bo'lishi mumkin. O'qiyotgani haqidagi ma'lumot tizimida yo'q yoki muddat tugagan. Masalan, Zilola opa turmush o'rtog'i vafot etgani sababli 2 farzandiga bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Katta farzandi 33 yoshga to'ladi va kollejdan universitetga kiradi. Agar kunduzgi bo'limda o'qiyotgani haqida ma'lumot vaqtida taqdim etilmasa, to'lov avtomatik to'xtashi mumkin. Keyin ma'lumotnoma olib borilgach, to'lov qayta tiklanadi. Lekin hujjatni kechiktirish oilaning 1-2 oy daromadsiz qolishiga olib keladi. 4-toifa uzoq vaqt pensiyasini olmaganlar. Ba'zi pensionerlar qishloqda yashaydi. Bankomat uzoq, kartadan foydalanmaydi. Farzandi keyin olib beraman deb yuradi. Yoki pensioner chet elga vaqtincha ketadi, karta ishlamay qoladi. Agar pensiya uzoq muddat olinmasa yoki hisobda harakat bo'lmasa, tizim buni tekshirishi mumkin. Chunki davlat pensioner tirikmi, yashash joyidami, to'lovni o'zi olayaptimi degan savollarga aniqlik kiritadi. Bu firibgarlikning oldini olish uchun qilinadi. Misol uchun 78 yoshli Karim ota bank kartasini nabirasiga bergan. Nabira har oy pulni yechib keladi. Bir kuni karta muddati tugaydi, yangilanmaydi. 3 oy, 4 oy pul olinmaydi. Keyin oila pensiya to'xtab qoldi deydi. Aslida muammo bank kartasi muddati shaxsni tasdiqlash yoki hisob raqami bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda pensionerning o'zi yoki ishonchnoma asosida vakili banka va pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi kerak. 5-toifa ishlayotgan pensionerlar. Oddiy yoshga doir pensiyani olayotgan odam ishlasa, odatda pensiya olish huquqining o'zi yo'qolib qolmaydi. Lekin ayrim ustamalar, kompensatsiyalar, imtiyozlar yoki boshqa turdagi nafaqalar bo'yicha ishlash holati ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men pensiyadaman. Ishga kirsam ham hech narsa o'zgarmaydi deb umumiy xulosa qilish noto'g'ri. Ayniqsa kam ta'minlanganlik, parvarish nafaqasi, bolalar nafaqasi, ayrim ijtimoiy yordam turlarida oilaning daromadi hisobga olinadi. Pensionerning ish haqi paydo bo'lsa, oila daromadi oshgan deb baholanishi mumkin. Misol qilaylik, Nodira opa yoshga doir pensiya oladi, oyiga 20.200.000 so'm. U mahalladagi bog'chaga qorovul bo'lib ishga kiradi va yana 20.500.000 so'm ish haqi oladi. Uning yoshga doir pensiyasi to'xtamasligi mumkin. Lekin agar u oilasi nomidan boshqa ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsa, daromad oshgani sababli o'sha yordam qayta ko'riladi. Shu sababli har bir to'lov turini alohida farqlash kerak. Pensiya boshqa, nafaqa boshqa, ijtimoiy yordam boshqa. Kimlar xavotir olmasin. Agar sizning pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, nogironlik yoki o'qish ma'lumotlaringiz o'z vaqtida yangilangan bo'lsa, vahimaga tushishga hojat yo'q. Davlat pensiyani shunchaki sababsiz olib qo'ymaydi. Lekin men mutaxassis sifatida shuni aytaman. Menda hammasi joyida deb o'tirish emas, yiliga kamida bir marta ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yish foydali. Ayniqsa familiya o'zgargan, yashash joyi o'zgargan, bank kartasi yangilangan, nogironlik muddati tugatgan bo'lsa, birinchi nozik jihat ortiqcha to'lov masalasi. Agar pensiya noto'g'ri hujjat asosida yoki xato hisob-kitob bilan ko'proq to'langan bo'lsa, keyinchalik bu aniqlanishi mumkin. Shunda ortiqcha to'langan summa qaytarilishi so'raladi. Bu odamni eng ko'p qo'rqitadigan holat. Masalan, pensioner 3 yil davomida oyiga 300.000 so'm ortiqcha olgan bo'lsa, jami 10.800.000 so'm ortiqcha to'lov chiqadi. Bu summani bir kunda to'lang deyish har doim ham amalda oson emas. Shuning uchun odatda ushlab qolish tartibi yoki bo'lib qaytarish masalasi ko'riladi. Lekin buning uchun pensioner murojaat qilib vaziyatni tushuntirishi kerak. Ikkinchi nozik jihat ishonchnoma orqali pensiya olish. Ko'p yosh katta insonlar pensiyasini farzandi yoki nabirasi orqali oladi. Buning o'zi qonuniy bo'lishi mumkin, agar ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa. Lekin ishonchnoma muddati tugasa, pensioner vafot etsa yoki pensionerning o'zi puldan bexabar qolsa jiddiy muammo chiqadi. Men ko'rgan holatlarda ba'zan farzandlar otasining yoki onasining kartasidan pul oladi.
lekin pensionerning ehtiyoji uchun sarflamaydi. Bunday vaziyatlarda pensionerning huquqi buziladi. Shuning uchun pensionerlar kartani byuroga berayotganda juda ehtiyot bo'lishi kerak. 3-nozik jihat chet elga chiqish. Vaqtincha davolanishga, mehmonga yoki farzandlarnikiga ketish boshqa masala. Doimiy yashash uchun ketish boshqa masala. Ayrim to'lovlarda yashash joyi, ro'yxat, mamlakatda bo'lish holati ahamiyatga ega bo'ladi. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, bank kartasi ishlamasa, shaxsni tasdiqlash talab qilinsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Shu sababli chetga ketishdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limidan aniq tartibni so'rab olish kerak. Qo'shnim ketgan, pulni olyapti degan gapga ishonib ish tutmang. Chunki har bir odamning to'lov turi va huquqiy holati boshqacha bo'ladi. 4-nozik jihat, stajni tasdiqlash. Eski korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxiv hujjatlari topilmasa, mehnat daftarchasida muhr noaniq bo'lsa, pensiya hisoblashda muammo tug'iladi. Ko'pchilik pensiyaga chiqish vaqti kelganda arxiv izlashni boshlaydi. Lekin bu juda kech bo'lishi mumkin. Agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz ham 5-10 yil oldindan staj hujjatlarini tekshirtiring. Pensioner bo'lib ulgurganlar ham agar pensiya miqdoridan shubha qilsa, qayta hisob-kitob so'rashga haqli. 5-nozik jihat, 2 xil to'lovni bir vaqtda olish. Ayrim hollarda odam bir nechta ijtimoiy to'lovga da'vogarlik qiladi. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik bo'yicha to'lov, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov. Lekin hammasini bir vaqtda to'liq olish mumkin bo'lmasligi ehtimoli bor. Qonunchilikda qaysi biri tanlanishi yoki qanday hisoblanishi belgilangan bo'ladi. Odamlar ba'zan menga ikkalasi ham tegishli deb o'ylaydi. Huquq tug'ilishi boshqa, bir vaqtning o'zida to'lanish tartibi boshqa. Shuning uchun mutaxassisdan yozma tushuntirish olish kerak. 6-nozik jihat, yashash joyi o'zgarganda ma'lumot bermaslik. Pensioner boshqa tumanga ko'chsa, ro'yxatdan o'tsa, bank filiali o'zgarsa, aloqa raqami almashsa, bu ma'lumotlar yangilanishi kerak. Aks holda chaqiruv xati, ogohlantirish yoki hujjat so'rovi eski manzilga ketishi mumkin. Pensioner esa bundan bexabar qoladi. Keyin menga hech kim aytmadi deydi. Aslida tizim xabar yuborgan bo'ladi, lekin eski manzil yoki eski telefon sababli xabar yetib bormaydi. 7-nozik jihat, vafot etgan pensionerning pensiyasini olish. Bu juda jiddiy masala. Pensioner vafot etgandan keyin uning kartasiga tushgan pullarni qarindoshlar baribir onamning puli edi deb yechib olishi mumkin. Lekin vafot sanasidan keyingi to'lovlar qonuniy meros yoki dam puli tartibidan farq qiladi. Agar ortiqcha to'lov bo'lsa, uni qaytarish talab qilinadi. Shu sababli yaqin inson vafot etganda FDYoda o'lim qayd qilingach, pensiya bo'limi va bank bilan to'g'ri tartibda masalani hal qilish kerak. Dafn marosimi uchun beriladigan to'lovlar bo'lsa, uni alohida rasmiylashtirish zarur. Birinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Bularning shartlari bir xil emas. Ko'pchilik hammasini pensiya deb ataydi. Lekin huquqiy jihatdan farq bor. Shuning uchun hujjatlaringiz ichidan pensiya tayinlanganligi haqidagi qaror, ma'lumotnoma yoki SMS xabarlarni topib, aynan qaysi to'lov ekanini bilib oling. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSH raqami, tug'ilgan sana, familiya, ism, otasining ismi barcha hujjatlarda bir xil yozilgan bo'lishi kerak. Agar farq bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjat kerak. Nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi ma'lumot, tug'ilganlik guvohnomasi, sud qarori yoki arxiv ma'lumotnomasi. Ayniqsa ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan bo'lsa, eski ish staji bilan hozirgi shaxsini bog'lovchi hujjatni saqlab qo'ysin. 3-qadam. Bank kartasini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Hisob raqam faolmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta bloklanmaganmi? Ba'zan pensiya tayinlangan, pul o'tkazilgan, lekin karta muammosi sababli pensioner pulni ko'ra olmaydi. Bankka boring yoki ishonchli vakil orqali tekshirtiring. Lekin kartani hamma odamga berib yubormang. Agar vakil kerak bo'lsa, notarial ishonchnoma rasmiylashtiring. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Mening pensiyam nega to'xtadi deb og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada ism, familiyangiz, JSHIR raqamingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va muammoingizni aniq yozing. Masalan, 2025 yil aprel oyidan boshlab pensiya to'lovi hisobimga kelmayapti. To'lov to'xtatilgan bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va
to'lovni tiklash tartibini ma'lum qilishingizni so'rayman. Yozma javob keyingi harakatlar uchun juda muhim. 5-qadam. Kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjat, bank rekvizitlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari. Nikoh yoki familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar, nogironlik bo'yicha TMX ma'lumotlari, o'qish joyidan ma'lumotnoma, vafot etgan o'quvchi haqidagi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi, lekin siz asosiy hujjatlarni papkaga joylab qo'ysangiz, vaqt yutasiz. 6-qadam, agar ortiqcha to'lov deyishsa, darhol vahimaga tushmang. Avval hisob kitobini so'rang. Qaysi davr uchun? Qancha summa, nima sababdan ortiqcha to'langan? Xato siz tomondan bo'lganmi yoki idora xatosimi? Hujjat soxtalashtirilganmi yoki oddiy texnik xatomi? Bularning farqi katta. Agar siz rozi bo'lgan shikoyat qilish, prokuratura yoki sud orqali nizoni ko'rib chiqish huquqingiz bor. Lekin hujjatsiz dalilsiz bahslashish qiyin. Shuning uchun hamma javoblarni yozma oling. 7-qadam, nogironlik yoki o'qish ma'lumotlarini muddatidan oldin yangilang. Muddati tugashini kutmang. Agar nogironlik guvohnomangizda sana ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha sanadan kamida 1 oy oldin poliklinika va tegishli komissiya tartibini so'rab boshlang. Agar farzandingiz kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, har o'quv yili boshida o'qish joyidan ma'lumotnoma oling yoki elektron tizimda ma'lumot kiritilganini tekshirtiring. Bir dona kechikkan qog'oz butun oilani bir necha oy pul kutishga majbur qilishi mumkin. 8-qadam, telefon raqamingizni yangilang. Bu juda oddiy, lekin muhim. Ko'p idoralar SMS xabar yuboradi. Agar raqam farzandingiz nomida bo'lsa, u raqam ishlamay qolsa, siz ogohlantirishni ko'rmaysiz. Pensiya bo'limida, bankda va boshqa tegishli idoralarda amaldagi telefon raqamingiz turganiga ishonch hosil qiling. 9-qadam, agar pensioner yoshi katta bo'lsa, oilada bitta mas'ul odam belgilang. Lekin bu odam faqat pul yechadigan emas, hujjatlarni yuritadigan, muddatlarni kuzatadigan, bank kartasini yangilaydigan, shifokor ko'rigiga olib boradigan mas'ul bo'lsin. Masalan, oilada daftar oching, pensiya miqdori, karta muddati, nogironlik muddati, qaysi hujjat qayerda? Qaysi idoraga qachon borilgan? Kim bilan gaplashilgan? Javob raqami qanday? Bu oddiy tartib keyinchalik katta muammoning oldini oladi. 10-qadam, hech qachon pul chiqarib beraman, pensiyani oshirib beraman, tekshiruvni yopib beraman degan vositachilarga ishonmang. Pensiya masalasi rasmiy idora orqali hal qilinadi. Agar kimdir sizdan pul so'rasa, bu xavfli belgi. Hujjatlarni qonuniy yo'l bilan topshiring. Arizani rasmiy ro'yxatdan o'tkazing, javobni yozma oling. Shunda sizning huquqingiz himoyalangan bo'ladi. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, pensiya sababsiz olib qo'yilmaydi. Lekin hujjatdagi xato muddati tugagan ma'lumot. Bank kartasi muammosi, nogironlik yoki o'qish tasdig'i yo'qligi, yashash joyi o'zgarishi, ortiqcha to'lov yoki elektron bazalardagi nomuvofiqlik sababli to'lov vaqtincha to'xtash yoki qayta hisoblanishi mumkin. Kimning hujjati tartibli bo'lsa, u ortiqcha xavotir olmasin. Kimda eski arxiv, familiya o'zgarishi, muddatli nogironlik, bog'chasini yo'qotganlik pensiyasi, uzoq vaqt olinmagan karta yoki chet elga chiqish holati bo'lsa, albatta tekshirtirsin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni bir papkaga soling, bank kartangizni tekshiring, pensiya turini aniqlang. Kerak bo'lsa tuman pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Muammoni erta bilgan odam kamroq zarar ko'radi. Sizning hududingizda pensiya to'xtab qolgan yoki qayta tekshiruv bo'lgan holatlar bormi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan xulosa oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensioner ota-onalarimiz va ularning farzandlari uchun juda zarur.